Bormi? Nima demoqchidim? Biz Instagramda eng arzon degan gapni juda ham ko'p eshitganmiz. Lekin so'z isboti bilan ushbu do'konimizda eng arzoni degan narxdan ham arzon narxlarda siz izlagan sifatni topishingiz mumkin. Ushbu do'konimizdagi istalgan turdagi oyoq kiyimlar, masalan, Hermes tapichkalarini oladigan bo'lsak, ushbu turdagi Hermes tapichkalarimiz aksariyat do'konlarda 99 mingdan aksiya sotilyapti. Bizda bu 49 mingdan. Nerealniy narx. Yana oladigan bo'lsak, o'rta sifatdagi Hermes tapichkalarimiz aksariyat do'konlarda buni 199 mingdan qo'yib, og'izlarini to'ldirib, biz aksiya qildik deb sotayotgan ushbu oyoq kiyimni biz 139 mingdan sotyapmiz. Xitoy sifatidagi ushbu turdagi Hermes tapichkalarimizni, misol uchun, juda ko'p joylarda 299 ming so'mdan aksiya deb qo'yayotgan oyoq kiyimlar bizning do'konimizda 199 mingdan. Bizda nafaqat tapichkalar, balkim istalgan turdagi klassik, pol klassik oyoq kiyimlarni, makaslar, krossovkalarni topishingiz mumkin. Yana umuman olib qaraganda, Loro Piano makasimkalarimiz maktab sezoni 25-mayda juda ham ko'p o'quvchilarimiz izlaydi. Bozorda 280 ming, 250 ming, 220 minggacha sotiladi. Ushbu oyoq kiyim narxi ko'rib o'zim ham hayron qoldim, 169 ming so'mdan. O'sha sezon vaqtida ham 169 mingdan sotilgan. Nafaqat Loro Piano aytganimdek, umumiy turdagi barcha oyoq kiyimlar sizni miyangizni, aqlingizni shoshtiradigan darajada arzon narxda. Xo'p, manzilga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Manzilimiz Sharq Citydan bu yoq madrasaga qarab ketaverishda Texnomakon do'konining ro'parasida podvalda joylashgan Gent Choice, ya'ni Gentleman Choice do'konimiz. Istalgan turdagi oyoq kiyimlarni o'zingizga yoqqan modelini xarid qilsanglar bo'ladi.